Assalomu alaykum. Bugungi videomiz oddiy har doim oladigan videomizdan farqli o'laroq hayot haqidagi va hayotimizda atrofimizda bo'layotgan yoshmi, yoshi kattami farqi yo'q, yonimizda sodir bo'layotgan achinarli holatni ochib berish bilan bog'liq bo'ladi. Hozirgi kunda O'zbekiston fuqarolaridan men juda ko'p murojaatlar eshitdim, xususan menga kriptovalyutada, Forexda yoki o'shanga o'xshagan internetdagi qo'shimcha daromad ishlash bilan bog'liq bo'lgan yo'nalishda juda ko'p moshenniklar O'zbekiston fuqarolarini, sizu bizni, opa-singillarimizni, aka-ukalarimizni aldamchi yo'l bilan shu platformalarga olib kirib, ularni juda katta pullarini yo'qotib va qarzlarga botib yo'qolib ketayotganlarini ko'ryapmiz. Bugun mana oldimga mana shunday bir moshenniklarga uchragan, juda katta pullarini yo'qotgan bir o'zbek ayolimiz keldilar. Assalomu alaykum sizga. Kelganingiz uchun rahmat. Mana shu voqeani aytib berishga tayyor bo'lganingiz uchun sizga katta rahmat. Tushunaman, hozirgi paytda juda og'ir holat, ammo mana shu holatda siz ochiqchasiga qanday bo'lganini, rostini aytib bersangiz, qolganlar mana shu narsadan kimdirlarni saqlab qolgan bo'lasiz degan umiddaman. O'zingiz haqida ozgina aytib bersangiz va bugungi kunda qanchalik summani yo'qotgansiz? Assalomu alaykum. Men O'zbekistonlik bir nafaqador ayolman. Bir umr ishladim, juda muvaffaqiyatli ishladim. Obro' e'tiborim bor edi. Katta qayerda ishlamayman. O'zimga yarasha obro' e'tiborda edim. Qarib 40 yil ishladim, pensiyaga chiqdim, nafaqaga chiqdim. O'zingiz bilasiz, nafaqaga chiqqandan keyin yaxshi oyliklarda ishlab yurdim men. Uyim, kvartiram, mashinam, tillavorlar hammasi yetarli edi. Pensiyaga qarab qolmaslik uchun men qo'shimcha daromad axtarib boshladim 2017-yil. 14-yil pensiyaga chiqqandim. Shunda reklama bo'yicha internetda Forexni ko'rib qoldim. Juda chiroyli reklama. Men ekonomistman, iqtisodchiman. Moskvada o'qidim, Kiyevda o'qidim. Shu bilimlarimni ishlatish maqsadida, yana qanaqadir qo'shimcha daromad olish maqsadida Forexga kirdim. 2017-yil boshlagan deyapsiz. Bu holatlar, shundaymi? 2017-yil. Qayerdan topdingiz siz uni? Qaysi platformadan topdingiz? Ayta olmayman, YouTube'danmi, Facebook'danmi, buni yodimda yo'q. Reklama orqali topdingiz. Reklama orqali, reklama orqali topib, изучать qildim полностью Forexni kirib, keyin koordinatlarimni qoldirdim, menga chiqishdi. Leonid Karamazov degan brokerni menga podkrepit qilishdi, tushuntirishdi qanaqa ishlash kerakligini. Har kuni bozorni изучать qiladigan bo'ldim. U paytlar kriptovalyuta hali bunaqa rivojlangan emas edi. Tilla sotib olardik, dollar sotardik, yevro sotardik, keyin neft sotardik. Kriptovalyuta bilan men shug'ullangan emasman, olib sotish bilan. U paytlar hali bunaqa hozirgidaqa rivojlangan emas edi. Yana biroz savolim. Juda muhim joyini men shunaqa narsani aytib o'tmoqchimanki, bizani eshitadigan, ko'radigan, tomosha qiladigan insonlar uchun juda detallari важный bo'ladi. Shuning uchun ozgina savollar bersam, tushunasiz. Siz reklama bo'yicha o'tdingiz. Reklama bo'yicha o'tib, saytida o'zingizni kontaktlaringizni qoldirdingiz. Sizga qanday qilib ular aloqaga chiqdi va ular o'zini kim deb tanishtirdi? Ular menga Telegram orqali kontaktga chiqishdi. Shu Forexni представители ekanliklarini avval rahbarlari chiqdi, keyin brokerni aytdilar, Leonid Karamazovni sizga podkrepit qilamiz dedilar. Men o'rnida ishlagan emasman, Forexda bilmayman, boshda menga kuratorlik qildilar. Tushuntirdilar. Avval bir hafta 10 kun mashq qilinadigan platformani Forexni o'zida emas, учебный nimada ko'rsatishdi qanaqa ishlashni. Bir hafta 10 kunda men изучать qildim, keyin platformaga o'tkazishdi. O'zimning loginim bor edi. Login parolim bilan Forexga kirardim. Ularning saytiga, ular bergan ssilka bo'yicha siz saytga kirib registratsiya qilganmisiz? Da. Ular bergan o'sha Forexning saytida menga login parol bilan registratsiya qilindim va nima valyutni kartochka orqali pulni o'tkazdim. O'sha o'zimni koshelokimga dollarda. Meni savol bersam-da, siz savolga javob bersangiz yaxshi bo'ladi deb o'ylayman.
Jon bilan. Demo versiya bilan ishni tugatganlaridan so'ng sizni asosiy shotga, ya'ni real shotga Da, o'tkazish payti keldi deb aytishgan ular. da. Mana shu paytda qanday qilib siz real shotga pulni tashlashni, ya'ni pul to'ldirishni boshladingiz? Bu birinchi pul to'ldirishingiz bo'ldi. Shu haqida aytib bersangiz. Birinchi to'ldirishimda bankdan man pulni bular bergan rekvizitlarga o'tkazdim. Rekvizitlarga o'tkazganimda Ozarbayjon deb Ozarbayjonskiy organizatsiya chiqdi. Men so'radim, nega Ozarbayjonskiy organizatsiya? Nega именно Forex chiqmaydi Ozarbayjon desam, har xil kошелёklar bor, biz butun jahon bo'yicha ishlaymiz deyishdi. Men o'tkazgan pullar Ozarbayjon, yodimda Ozarbayjonligi, shu Ozarbayjonskiy. Qanaqa summa? Men 17-yilda bir наверное, bir 3 oycha ishladim. 3 oyni mobaynida boshlang'ich $300 qo'ydim, keyin $800 shunaqa oshirib hammasi bo'lib $10,700 qo'ydim. Mana shu paytda, mana shu holatda bular moshennik ekanligini umuman belgilari yo'q edi. Hech qanaqa belgisi yo'q Hech edi. qanday belgisi yo'q. Absolut hech qanaqa belgisi yo'q, chunki mani o'zimni nomimdagi kошелёkka o'tgan pul, ularga o'tkazgan pulim, ular mani kошелёgimga tashlab berishgan. Mani kошелёgimda paydo bo'lgan shu pul. Men просто Ozarbayjonga o'tkazganim yo'q, ular mani kошелёgimga tashlab berishgan. Kошелёgingiz qayerda edi? Forexda. 2,5-3 oyning ichida avval 1,5-2 oyda men 25,000 bo'ldi pulim. Men kelayotgan 10,000 qancha 25,000 bo'ldi. Kuratorim mani maqtab, "Voy, gрамотно ayol ekansiz, mana tushunar ekansiz. Ugadali" deb maqtab borishdi. Shunga yarasha muvaffaqiyatlar bo'ldi. Yana biror oy ishladim, pulim 50,000 bo'ldi. Keyin o'sha havlu qarab qo'yganman, qo'limdagi pul yetmaydi, shu pulni sxemat qilib olaman dedimda, bular ko'nmadi. Men qaysarlik qilib yo'q, olaman, ilojim yo'q. Bir olay, keyin men yana ahvolini olgandan keyin возможно yana davom etaman. Minimal summa bilan yana chiqaman dedim. 3-4 kun aniq javob berishmadi. Zaявka qildik. Ko'nishgan bo'lishdi. Выводga zaявka qildik. Lekin men kutaman, pul kelmaydi. Xat yozdim. Forexni o'ziga xat yozdim. Platformada men loginim bor, chiqa olaman. Hech qanaqa foyda bo'lmadi. Biror 2 hafta shunaqa mayitsa qildim. Keyin bir kun men вообще o'zimni saytimga kira olmay qoldim. Loginimni terdim, parolimni terdim, xato yo'q, kira olmay qoldim. Ular bilan hech qanaqa kontakt qilmadim. Men вообще Forexga kira olmay qoldim. Shu bilan pulni yo'qotdim. Конечно, juda alam qildi. Nafaqadorman. Kichkina pul emas, bitta mashinani puli edi. O'zimni pulim, kelayotgan pulim. Mana pulingizni chiqarib olmoqchi bo'lgan paytingiz hech qanday Forexga ham kira olmay qoldingiz. Xatlagan javob bermadi. Telegramda sizni shu paytgacha kuratoringiz u bilan aloqa bormidi? Yo'q, hamma aloqa yo'qoldi. Ne Telegramda topoldim ularni, ne nima. Kimdir maslahat berdi, chargeback qilib bankka murojaat qilishingiz mumkin deyishdi. Shu Orient Finance bank orqali men dollarni chiqarganman, murojaat qildik, bizda unaqa yo'q deyishdi. Shu bilan uspakoyitsa qildim, endi ilojsiz qoldim, ko'nikdim, shu pulni yo'qotdim deb. Tushunarli. Mana birinchi nima deydi, 2017-yilda bo'lgan holat bo'yicha bitta savolim bor. Ular brokerman deb sizga chiqishdi, Forexda ishlaymiz deb chiqishdi. Siz odamlarni ko'rmasdan bankdan ularga pul yuboryapsiz. Nima sizni ishontirdiki, что ular ishonchli odam degan? Nimaga ishondingiz birinchi o'rinda ularga $10,000 yuborishga? Avvalasi meni hech qanaqa praktikam yo'q edi. Bu hayotimdagi birinchi marta qilayotgan, internetda qilayotgan ishim edi avvalasi. Juda chiroyli reklama edi. Nima, ko'p kishi mana men unaqa pul заработать qildim, bunaqa pul topdim degan nimalar bor, natijalar bor, hatto men tanimayman. Meni ishontirgani, men tashlagan pullar meni o'zimni elektron kошелёгimga kelib tushdi. Ozarbayjon orqali bo'lsa ham kelib tushdi. Birjada meni o'zimni login, parolim bor. Men ko'rdim shu pullarni, shunga mensiz uni teginisha olmaydi deb ishondim. Shu sabab. Da. Demak, hozirgi kunda agar o'sha davrda bo'lgan narsani analiz qiladigan bo'lsak, hozirgi kunda siz tushunib yetdingizki, ular o'zlari bemalol shunaqa fake sayt yaratishi mumkin. Qayerdagi sizni pulingiz bor deb sizga ko'rsatilib turadi. Siz foydalanasiz va xohlagan payti sizni blok qilib qo'yib,
pulingizga umuman dostуп qoldirmaydigan qilsa bo'ladi. Demak, ularda shunaqa imkoniyat bor ekan degan narsaga tushunib yetdingiz degan umiddaman. Da. Birinchi holat bo'yicha. To'g'ri, tushunarli. Undan keyin nima bo'ldi? 24-yilgacha boshqa man tarafdan harakat bo'lgan emas. Men internet orqali pul topishga harakat qilganim yo'q. Mana Alisher Usmonov deyishadi, platformalar boshqa hech qaysiga birga ishonganim yo'q. Sityovoy marketing men вообще asliyam bunaqa narsalarga ishonmasdim. Sityovoy marketing bilan shug'ullanishadi odamlar, men ishonmayman, shug'ullangan emasman. 24-yiliga kelib bir reklama chiqdi. Reklamada siz qo'rqmang, pulingizni yo'qotgan bo'lsangiz, broker moshenniklarda sabab pulingizni undirib olish mumkin degan reklamalar qayta ko'p ko'rdim. Shularni 3-4 tasi bilan gaplashdim-u, bittasi menda как бы ishonch tug'dirdi. MS Legal degan organizatsiya Polshaniki. Tushundim. Savol, shu joyida savol. Xuddi birinchi holatga o'xshagan sxema bo'yicha boshlanyapti hamma narsa. Ya'ni siz reklama ko'rdingiz, birinchida ham reklama ko'rgandingiz. Bular siz hozir aytganingizdek ishonch uyg'otdi dedingiz. Nimasi bilan? Reklamada pulini qaytarib olgan odamlar, men pulimni qaytarib oldim, menga shu firma yordam berdi degan. U odam qayerligini ham yozishmaydi, familiyasini ham yozishmaydi. Video qilingan. Men shu organizatsiya menga yordam berdi, broker moshenniklarning qo'liga tushgandim, yutqazgan pullarimni undirib berishdi degan ma'noda reklamalari bor. Shu menga как бы turtki bo'ldi. U saytmidi yo Telegramdami, qayerda Yo'q, u videolar? bu ham yo nimada, Facebookda yo YouTube'da, aniq ayta olmayman. Ishonch uyg'otishdi. Men 24-yil 18-dekabrda договор заключать qildik. Organizatsiya do'g'or yubordi menga. Ishontirishdi, что biz sizdan hech qanaqa pul talab qilmaymiz. Pulingizni undirganimizdan keyin bizga shu undirilgan summadan 7% to'lab berasiz deyishdi. Men hech qanaqa xarajat qilmas ekanman, ularga ilgaridan pul to'lamas ekanman deb ishondim. Shu pulni legalizovat qilish uchun akt legalizatsiya, email proverka va boshqa operatsiyalar bor ekan. Har biri qaysidir $600, qaysidir $800, qaysidir 3000, 4000 shunaqa sekin pul to'lab boshladim. Bir 2 marta, 3 marta to'ladim, nuqta qo'ydim. Bular ham o'shalarga o'xshagan moshennik bo'lishi mumkin. Meni summam $147,000 deyishdi. Men hamma nimalarimni, skrinshotlarimni yubordim, cheklarimni yubordim, bank orqali o'tkazilgan pullarni, cheklarimni yubordim. $147,000 deyishdi. Shuni olib men havlimni, bitmagan havlim bor, shu havlimni remontlarini qilib ko'chaman degan maqsadda boshladim. 2 marta, 3 marta pul o'tkazgandan keyin qo'rqdim. Nuqta qo'ydim. Keyin yangi yil o'tib, shu firmaning rahbari menga chiqib, realni pul nega bunaqa qilyapsiz? Olish mumkin, haqiqatan olish mumkin. Qo'rqmang. Moshenniklarda pulingizni qoldirmang degan ma'noda men bilan suhbat qildilar. Yana bir 2 hafta, 3 hafta o'yladim, chiqdilar qaytdi. Boshqa bir o'sha paytlar menga Mark degan yigitni zakrepis qilishgandi. Keyin boshqa yana yurist berishdi. Men Mark hech qanaqa to'lov bo'lmaydi degandi, 2 marta to'ladim, 3-chisiga nimadir deganda men o'sha отказ qildim-da. Mark Fishman degan nima edi? Yurist edi. 2 oy o'tib menga Vitaliy Makarov degan boshqa yuristni berishdi. Vitaliy, Mark oxirgi summani agar $1,500, 1580 deganmidi, to'lash kerak degan bo'lsa, Vitaliy menga, biz arzonroq qilamiz uni, unaqa summa emas deb, shuni qariyb 2 barobar kamini aytdi. Bu menda yana ishonch paydo qildi. Uni to'ladim. Bitta to'lovni qilasiz, keyingi shagizda yana qanaqadir to'lovlar bor. Men hozir nomlarini telefonga qarab o'qishim mumkin, bu kuzatuvchilar uchun hech nima bermaydi. Shunaqa qilib, yana samay qiziq joyi, to'laganingiz bu to'lov emas, sizni общий summangizga o'tiradi deyishadi. Bu sizni xarajatingiz emas. Xarajat, agar men 400 mingga yaqin pul yo'qotgan bo'lsam, shuning ichida bir 28 ming xarajat. Siz to'lagan to'lovlar возвратный summa deyiladi. Ba'zi birigina xarajat. O'sha sizni topilgan summangizga qo'shilib boraveradi. Oxirgi paytda men oladigan summa 486 ming shunaqa edi. Savolim shundan iboratki, mana ikkinchi moshenniklarga siz uchraganingizda aynan o'sha sxema bo'yicha ketayotgandi va ular bir so'm pul to'lamaysiz deb aytdi va undan keyin qanaqadir siz aytgandek chiroyli terminlar bilan qanaqadir rasxodlar paydo bo'lyapti deb aytdingiz va mana shu rasxodlarga qancha pul ishlatdingiz siz? Dollarda 350 ming atrofda, 400 ming atrofda, USD'da
350 ming atrofida. Chunki USDT qimmatroq chem dollaru. Man dollarni so'm qilib birjaga qo'yaman, ordersiz da'vat qilib USDT sotib olaman. Yo'q, men yana bir marta qaytadan so'ramoqchiman. Siz ya'ni hozir aytayotganingizda $2000 yubordim deyapsiz, $3000 yubordim deyapsiz, keyin 5000lik yana bitta rasxod chiqib qolganda, 3-chi, 4-chisida to'xtatdim deyapsiz. Lekin hozir so'rasam $400,000 deyapsiz. Siz realni qancha pulingizni bergansiz? Realni shu 400 mingga yaqin, buning ichida prosentlar bor. 400 mingga yaqin siz qarang, $400,000 haqiqiy pulni olgansiz. $400,000 yoki siz ular sizga ko'rsatgan mana $400,000 pulingizni chiqarib olishingiz kerak. Sizni tikkan 10 ming boshidagi tikkan yoki 50 ming tikkan pulingiz $400,000 bo'lgan degan narsani aytyapsiz menga. Yo'q, unaqa emas. Men oxirgi summam 436 ming bo'lgan. Boshlang'ich meni summam Qarangda, savolni qanday beraman? Siz hozir 800 qancha ming ko'rsatib turibdi, shundaymi? Olishingiz kerak. bu nima bilan detektivniy organizatsiya bilan. Да. Сейчас это расскажу. Да. Сколько вы реальных денег потратили? Realных денег потратила 300 mingdan ziyod, но prosentlar bilan 400 ming. То есть это процентlar bilan degani siz unga qaytarib berishingiz kerak. Ba'zi qismini protsentga qaytarib ham berganman-da. Нет, tushundim. Но в целом реальных денег 300 с чем-то тысяч. Да. Где вы самое большее потеряли? У нас 3 Во случая. втором, конечно. Во втором. Да. Хорошо. Ikkinchisi bilan hammasi yaxshi ketyapti. Мгм. Когда случился момент, что вы начали вы заподозрили, что что-то не то. Birinchi aytyapsiz, что Мгм. до Нового года я перестала с ними nima qilish. До этого момента siz katta pul ishlatmagansiz hali. Shundaymi? Yo'q. Keling, mana shu ikkinchi holat bo'yicha bizni ko'rayotgan tomoshabinlarimiz uchun ozgina tushuntiribroq shu situatsiyani bir ko'rib chiqaylik. Mana qanday savolim bor. Birinchi holatni tugatganingizdan so'ng ikkinchi holat bilan ish boshlaganingizda yana pul to'lashni boshladingiz. Qaysi nima deydi, nuqtada siz tushunib yetishni boshladingizki, что bular ham mashina. Menga Johnson degan yigit, amerikanец edi, русскоязычный oyisi rus, Washingtonda yashayman dedi. Ertasiga menga тревожный звонок qildi. Будьте осторожны, polskiy firma bilan hamma kontaktni nima qiling, yoping. Bular terroristlar bilan bog'liq kompaniya ekan. Kim? Polskiy kompaniya. Qozoqlar orqali menga uchragan, men ularning hech qaysini o'zim axtarib topmayman, sizga chiqishadi. Siz akasiya shunaqa pulingiz bor ekan, shunaqa olish kerak ekan deydi, qanaqadir savolni beradi, qanaqadir dokument qiladi. Infoni представители elektronniy pismoda xat yozishganmiz. Shu aytdilarki, miycha qo'ygandan keyin sizga Interpoldan telefon bo'ladi, qo'rqmang. Polyaklar bilan hamma, polskiy firma bilan hamma kontaktlarni blokировать qilib qo'ying dedilar. Men hamma kontaktni blokировать qilib qo'ydim Telegramda. Menga haqiqatan Interpoldan chiqdi. Telefonda Interpol degan so'zni o'zim o'qidim. Nomer yozilgan, Interpol deyilgan, keyin fransuzcha tilda gaplashishdi. Telegramda chiqishdimi? Yo'q, nimada, sotkada chiqishdi, Telegramda emas. Nima? Международный звонок qilishdi menga ular. Ko'rdim Fransiyani kodi, telefon qilingan nomerlari. Juda qo'rqdim. Bular dedi Ukrainaga оружие sotib olishgan, terroristik organizatsiya bilan bog'liq, sizni ham tekshirishlash mumkin deyishdi. Men juda qo'rqdim. Endi nima? Terroristlarga meni aloqam yo'q. Endi o'zimizda ham aytishadi, pul qilsang terroristlarga o'tish mumkin deyishadi. Juda qo'rqdim. Nima savol berishdi? Nima gaplashdingiz Interpol bilan? Gaplasha olmadik, chunki ular fransuz tilida, men Russian dedim, русскоязычный, men rus tilida gaplashaylik dedim. Ular русскоязычный odam bo'lmadi. Shu bilan Johnson o'zi gaplashdi keyin. Ular bilan, ha, mensiz. Orada 2 oy qozoq firmasi bilan qoldim. Polskiy firma bilan aprelning oxiridan to iyulgacha вообще muloqotda bo'lmadim. Bular menga telefon bo'yicha chiqishadi, Telegram bo'yicha emas, telefon bo'yicha chiqadi. Ko'raman polskiy kodni, olmayman, незнакомый nomerni olmayman. Juda ko'p harakat qilishdim men bilan kontaktga chiqishga, olmadim. Не berите deyishdi. Ancha pulim ketgan уже aprelgacha men 100 qancha to'laganman уже. Polskiy kompaniyaga 100 qancha ming to'langan. Birinchi pulingizni qaytarib beraman degan kompaniyaga. Da, kompaniyaga ancha pulim ketgan, ichim achiydi, конечно. Qozoqlarniki unaqa katta summada emas. 26 mingmi qancha to'laganman. Qayerdan oldingiz mana shu summalarni? 150 ming hozir. Bilasizmi, men o'zimning qo'limda bir 30 mingdan ziyod pulim bor edi. Hovlini tugatish uchun yig'gan pulim bor edi. Keyin pulim yetmadi. O'zim yashab turgan kvartirani zalogga qo'yib pul oldim. Hozir men bu to'gi bo'lmishman. Men zalogga beradiganlar pul berganda notariuslarimizda zalogovый договор yo'q. Kupla продажа qilib olishadi. Pulni qaytarganingizdan keyin yana qaytarib o'z nomingizga o'tkazib olasiz deb tushuntirishdi. Kvartiramga 30 ming pul oldim zalogga, uni ishlatdim. Shular hisobiga men yopganman. Kvartirangizni
kuple prodaja qilib kimdir nomiga o'tkazdingiz, o'shaning evaziga pul oldingiz. Da. Kvartirangiz deylik $50,000 tursa, Da. siz 30 uni ming. nomiga o'tkazib $30,000 pul olyapsizda, lekin siz bu uyda yashash huquqingiz qolyapti. Sizni Da, chiqarib da. yuborishmayapti. Yo'q, men yashadim. Qonun tarafdan oladigan bo'lsak, siz uyingizni $30,000 sotib olgan bo'lib chiqasizda. Ertaga ular qaytarib bermayman deb aytsa ham, siz hech qanday yo'l bilan Endi- uni qaytarib ola olmaysiz. Shu joyini man tushunmay qoldim. ola olaman deb umid qilaman, chunki mani свидетельlarim bor. Men zalogga olganim keyin organizatsiya bor, hatto oramizda hech qanaqa dogovor yo'q. Organizatsiya bor. Men ofislariga borib kelishganman, ular imенно procentga pul Tushunarli. beradiganlar. Kvartirangizni ham zalogga qo'yib pul olgansiz. Da. O'zingizni pullaringiz bo'lgan. Yana ko'chadan keyin qarz olishni boshlagansiz. Da. Xo'sh, keyin nima bo'lgandi? Iyulga kelib amerikanец bilan bog'liq mani kurirovat qilib yordam qilayotgan bo'ldi. Polyaklar bilan bo'lgan summam bilan qozoqlar bilan summani Interpol объединить qildi. Ikkita nimangizni, ishingizni объединить qildi dedi. Объединить qildi deb, объединить qilgandan keyin yana u dokument, bu dokumentlarga pul to'ladim. Iyulni Bu SEC tomonidan berilgan inson da, shunaqa aytyapti. Da. Unga ham siz to'lovlar qilyapsiz. da, nima Interpoldan menga chiqishdi. Men so'radim, хотя бы объединить qilmasin, shu qozoqlar tarafdan pulni olayman, qo'limda pul qolmadi. Qarz so'rashni istamayman men desam, невозможно это делать. Вот Interpol объединить qildi, ikkita kontraktingizni deyishdi. Barcha oplatalar уже faqat kriptovalyutada ketyapti. Dальше faqat kriptovalyuta. Faqat kriptovalyutada Da. siz yuboryapsiz bergan kontrakt adresiga. Da. Plyus qancha bo'ldi deb turibdi shu joyda. Hammasi shu aytganday o'sha plyusga minyaptimi? Juda kam qismi xarajat, bu xarajat deyishdi. Asosiy qism возвратная summa общий summaga Da. qo'shilib turibdi. O'sha holatda qancha bo'lgan summa? 280 ming atrofida bo'ldi mani pulim. Siz olishingiz kerak Da, bo'lgan. men olishim kerak bo'lgan pul. Da. 97 mingga mani topilgan pulim, qolganlari men o'zim to'lagan pullar, возвратный summalar. Shu bilan bir kun juda og'ir ahvoldaman, yana pul kerak, to'lamasangiz сроки bor. Agar bugun to'lasangiz, bugun erta to'lasangiz, допустим, o'sha xarajat 2000 bo'ladigan bo'lsa, keyin o'tsa nima deyishadi, volatilyность susayadi, Da. ko'proq gaz berish kerak deydi, ko'proq summa qo'yish kerak deydi. U 7000 8000 bo'lib ketadi. Shunga harakat qilasiz tezroq pul topishga. Qiynalib, hayot ko'zimga qorong'u ko'rinib ketayotgan paytda za rulyom edim. Telefon bo'lib qoldi, bilmasdan oldim. Za rulyomanu, nomerga qaramasdan oldim. Olsam o'sha mani yuristim Vitaliy Makarov. Qaysi yurist? Какой kompaniya? Polyaklar bilan kompaniyamizdagi yurist Vitaliy Makarov menga chiqib qoldi. Nega biz bilan общаться qilmayapsiz? Men endi bu periodda уже yetilib bo'ldim, что bular ham mошенник. Charchadim. Interpol ham, SEC ham mошенник. Yo'q, Interpolning hali mошенникligini bilmayman. Qozoqlar ham mошенник, juda cho'zilib ketdi deb o'zimcha ikkilanib yuribman. O'sha kuni za rulyomman. Xayolimda shu bir joyga borsam, bir daryo-paryoga borsam, moshin bilan tashlasam, настолько критический momentda men уже uyim zalogda, qo'limda pulim yo'q, moshin zalogda, to'layapman, mikrokredit qilingan tilavorlarni sotib bo'ldim. O'sha kuni jonimdan to'yib, bir avariya qilib, уже hayotimga nuqta qo'yaman degan paytim telefon qilib qoldi nima Vitaliy Makarov yuristim. Keyin men aytdim, shunaqa bo'ldi, sizlarni mошенник deyishdi. Menga Interpoldan telefon bo'ldi, qurol bilan shug'ullangan ekansizlar desam, biz Interpolning yonida turibmiz, Yevropadamiz. Bizni axtarishni hojati yo'q. Xohlasangiz hozir men o'sha Polshadagi Interpol отделениесiga boraman. Sizni gaplashtiraman. Men ro'zitda bo'lsam, bu Yevropadagi Interpol meni topishlari qiyin emas, darrov topib olishadi. Men qochib ketgan joyim yo'q-da, men Yevropa territoriyasida yashab ishlab yuribman dedi. Interpolning nimasiga kirib, men ro'zitda emasligi haqida nima berdi, ro'zitdagilarni qanaqa qilib axtaradi, shunaqa qilib kirib siz axtaring, bizni topolmaysiz deb nima berdi. Silkalar bo'yicha men qaragan bo'ldim, topmadim. Shu bilan qozoqlar bilan uzdim nimani. U amerikanец bilan ham, qozoqlar bilan ham, ular ham ancha payt telefon qilishdi. Amerikanец bilan nima bilan gaplashardik, WhatsAppdan gaplashardik. WhatsAppdan ham o'zimni haqqim yo'q nimaga, sotsетьda botlari bor. Начальнигini nomida, o'sha начальнигini nomidagi bot orqali men bilan gaplashadi. Menga kerak bo'lsa men aytaman, ayting Jonson menga chiqsin связьga deyman. Shu bilan связьga chiqadi. Shunaqa qilib muloqot qilganmiz. Western Uniondan pul keladi, ana boring deyishdi. Nimaga ofisiga menga chek yuborishdi. Boraman, yo'q. Western Unionda pul bir bordim, ikki bordim. Beryapti? Western Union nima chek beryapti? Western Union shu amerikanец bergan menga. Western Unionning представители chiqqan. Telefonda menga summam yozilgan.
summani olish uchun man avval pul to'lashim kerak, shuni ichidan olinglar desam не положено deyishdi. Mumkin emas unaqa aktda ko'rsatilgan summani biz kamaytira olmaymiz, siz to'lashingiz kerak. Ha, kelgandan keyin pulni olsam shundan to'lay dedim, mumkin emas deyishdi. Kelishuv uchun pul to'ladim yana, no pul kelmadi baribir. Pulni keldi kelmadi deb spor qilib yurgan kunlarim Aha. Vitaliy Makarov menga telefon qilib qoldi. Man случайно oldimu nima trubkani ushlanib qoldim. Shu O'sha bilan moshinadagi holatni ha, aytib moshinadagi beryapsiz. holat, ha. Да. Shu bilan Vitaliy Makarov menga tushuntirdi, что ular bular mошенник. Ana dokazat qilgan bo'ldi, что mana Interpol xohlasangiz man boraman. O'sha Polshadagi ofisiga boraman, sizni соединить qilaman. Biz rozыskda emasmiz, hech qanaqa оружие bilan shug'ullanganimiz yo'q. Menga даже kontraktini tashlashganini eshitdim, nima sotib olgan оружиеlarni tashladi-yu, ознакомьтесь, я удалю dedi. Mumkin emas bularni вообще sizga berishim mumkin Да. emas edi. Shu joyda qo'shimcha qilib ketmoqchiman. Men tushunishim bo'yicha sizni gaplaringizdan sizdagi o'sha holatdagi psixologik holatni qanday bo'lgan? Endi meni tushuncham bo'yicha. Siz Interpoldan sizga telefon qilib juda qattiq qo'rqinch berishgan sizga, ular оружие bilan shug'ullanyapti, juda опасный, siz qamalishingiz mumkin, boshqa qilishingiz mumkin deb sizga juda katta psixologически da'vat qilingan. Да. Va mana shunaqa tushkunlikda siz yurganingizda xuddiki sizni kimdir qutqarib olganday telefon qilyapti-da, biza umuman hech qanaqa Interpol yo'q debdi. Sizni pul u yoqda tursin, muammolaringiz u yoqda tursin. Siz Interpolda sizga qarshi hech qanday rozыsk yo'q, оружиеga aloqangiz yo'q degani sizni pulingiz mashinalarga ketgan bo'lsa ketsin, lишь бы оружиеga ketmagan bo'lsin degan fikr bilan Da, sizni yana ilintiryapti. Shunaqa bo'lyaptimi? shunaqa. Chuqur psixologический 1 yil atak jahannamda yashadim. Bilmadim. Telefon orqali gipnoz mumkinmi yo'qmi bilmadim. Hozir o'ylayman, qanaqa qilib men shunaqa sostoyanga keldim. Men darrov ishonuvchan odam emas edim, darrov ishonib ketadigan emas edim. Nega bunaqa sostoyanga tushdim? Sizni polskiy deylik shu moshenniklar, Polshadan chiqqan moshenniklar ishontirishdi. Demak, ular moshennik emas. Sizni psixologически успокоить qilib, sizni довериеңizga yana qayta kirib oldi. Da. Bu paytga kelib siz juda katta summani, adashmasam, qancha summa? 280 ming atrofida 280 ming dollar atrofida mana shu qator moshenniklarga hammaga tarqatib chiqqansiz. Bu joyda go'yoki siz qayta tug'ilganday nolga olib kelib qo'yishdi sizni. Da. Nima bo'ldi undan so'ng? Yo, Undan ularni so'ng men ishondim. Qozoqlarni blokировать qilib qo'ydim. Haligacha blokda ular. Men kontaktga chiqqanim yo'q. Shu ish mobaynida tashkilotlar sizga chiqadi-da, nima? Finansiy regulyatordaman, Yevropeyskiy finansiy regulyatordaman deb Viktoriya Sergeyevna Rozenberg degan ayol chiqdi. Qanaqadir dokument sizga savol beradi, keyin men bu dokumentni qilish kerak deyishadi, qaysi dokumentlar ekanligini. Shu Viktoriya meni дальше kurirovat qilib boshladi. bu polskiy komanda bilan bo'layotgan narsa. Da, polskiy komanda bilan, lekin Viktoriya regulyatordan, якобы Yevropeyskiy regulyatordan men Sentralniy Aziyani kurirovat qilaman degan. Siz endi orada ancha biz bilan birga bo'lmadingiz, orada qanaqadir dokumentlarni обновить qilish kerak dedi. Yana to'lovlar boshlandi. Pul to'xtab tursa, qanaqadir nima настройкалар o'zgaradi. Yana qanaqadir xarajatlar chiqadi dedi. Shu xarajatlarni to'ladik. Iyulning oxirida Vitaliy Makarov qaynonam rak kasal bo'ldi dedi-yu, men ketyapman, shu bilan qaytib kelmayman deb meni yana Mark Fishmanga o'tkazishdi. Mashinada bo'ylab boshda 2 marta 3 marta оплата qildim-u, keyin to'xtatgandim-u, shunga o'tkazishdi. Mark Fishman bilan Viktoriya Rozenberg meni ishimni olib borishdi. O'sha kunlar o'sha iyulning oxiri, avgustning boshida aytishdi, "Всё, zichleniy bo'ladi, обналga tayyorlaning." Обнал qiladigan odamlar bilan kelishib qo'ydim. Pulni o'rgandim, kriptovalyutani elektron kошелёкка qo'yib qanaqa qilib обналичить qilish mumkinligini so'rab surishtirib odamlar bilan kelishib qo'ydim. Shu oxirgi to'lov deyishadi, to'layman, yana nimadir chiqadi, "Oy, faloncha" deyishadi, uni to'lash kerak. Endi men olishim kerak-ku, yana uni to'layman. Orada qarzdorlarimni men o'sha majbur berishim kerak bo'lgan payt havlimni qo'ydim. Havlim tugatilmagan havli, o'sha holatida 200 mingdan kam turmaydi. 81 ming olib, havlini zalogga berdim. Zalogga yana o'sha kupля-продажа qilib, men havlimni Buni ham berib. oldi sotib qilgansiz. Da, chunki notariuslar aytishadi, что залоговый договор yo'q bizda. Kupля-продажа qilasiz, pulni qaytardingiz, yana o'zingiz nomingizga o'tkazib olasiz deyishadi. Любой. Nima? Uyingizni ikkita uyingiz bor edi, ikkitasini ham qo'ydingiz. Da. Boshqa yana mulkingiz bormidi? Yo'q, boshqa mulkim mashinani oxir-oqibatda sotdim. Tillovorlarimni sotdim, tillo brilliantlarim bor edi, 125 ming dollar atrofida. Shuncha yil topgan tutganimni shu 1 yil mobaynida yo'qotdim hammasini. Mulkimni ham obro'yimni yo'qotdim. Qarz so'rash настолько унизительно,
qarzdorlaringiz kelib sizdan so'ragani bu juda og'ir. Men umrimda birovdan qarz olmaganim uchun bunaqa sostoyanga tushgan emas edim. Hozir men juda kritik nuqtada turibman. Hayot mamotim hal bo'ladigan darajada. Bu nimalar bilan polyaklar bilan ishni tugatganim, men bilan bir ishlagan inson bor edilar. 50 yildan buyon taniyman. U kishi ham shunaqa moshennichеский sxemaga aralashib qolgan ekanlar. Именно men bilan bog'liq firma bilan MS Legal bilan bo'lgan ekan. Shu kishi bilan случайно uchrashib qoldik. Menikiga mehmonga keldilar u. So'rab surishtirib, shunaqa bo'ldi dedim. U kishi o'zlarini qissalarini aytdilar. U kishi bir $20,000 tushibdilar. Meni ishimni yuritadigan Viktoriya Sergeyevna Rozenberg u kishi uchun tug'ilgan kuni bir xil ikkalamizda ham. 23-sentyabr 79-yil. U kishida Viktoriya Aleksandrovna Roysman deb tanishgan. Ismlar har xil. Ismlar har xil. Голосовой soобщение bir-birimizga yuboramiz. Bitta Голосовой soобщение bitta odam. Ko'rib men butun tamom bo'ldim. Men настолько ishongandim, ularni Samarqandga mehmonga taklif qilganman. Men nazarimda ular meni qutqaryapti, meni pulimni chiqarib berishadi deb juda ishonganman. Nuqta qo'ydim-u, biror hafta nima qilishimni bilolmay yurdim. Hech nima qilishimni bilmadim. Reklamalarni unisini izuchat qilaman, bunisini izuchat qilaman. Topolmayman, qo'rqaman. Bir reklama chiqdi. Siz agar moshennik yuristlarni qo'liga, moshennik brokerlarni emas, moshennik yuristni qo'liga tushgan bo'lsangiz, bizga murojaat qiling, biz sizni qutqaramiz degan ma'noda reklamalar chiqib boshladi. Ilgari faqat moshennik brokerlar deyilgan bo'lsa, hozir moshennik yuristlar deb reklama chiqdi. Shu reklamalarni 4-5 tasiga murojaat qildim-u, Qayerda yana? yana shu Facebookda, YouTube'da, asosan Facebook. 4-5 tasi bilan gaplashib, bittasiga ishondim. Никаких затрат, unaqa ko'p vaqt ketmaydi deyishdi. 5% olgan summangizdan bizga to'laysiz oxirida deyishdi. Hozirgi holat haqida bo'layotgan xabar bo'lyapti. O'shaning uchun Bu detektivniy agentство. Da, detektivniy agentство deb aytdingiz. Mana shu joyda bitta savol. Mana shuncha narsadan o'tib keldingiz va hozirgi mana shu detektivniy agentство bilan boshlanayotgan sxemaga e'tibor beradigan bo'lsak, reklama ko'rdingiz. Hech qanday to'lov bo'lmaydi deb aytdi ular ham. Va 7% emasda 5% bo'ladi deb aytyapti. Sxema bir xilligi sizni shu narsa ozgina qo'rqitmadimi? Bunday solishtirmadingizmi? Bilasiz, men ularga boshdan aytdim, agar xarajat bo'lsa, ishni boshlamanglar. Menda pul yo'q dedim. Yo'q, hech qanaqa xarajat kerak emas deyishdi. Ishondim, hamma dokumentlarni yubordim. Bir 3 hafta hech qanaqa xarajat bo'lgan emas. Qanaqadir hujjatlar qilindi, meni pulim axtarildi. Polyaklar bilan oxirgi summam 436,000 bo'ladigan bo'lsa, men hamma nimalarni yubordim, adreslarni. Qozoqlarga qayoqqa pul o'tkazdim. Bu polyaklarga o'tkazgan pulim, вообще moshenniklarga o'tkazgan hamma cheklarni yubordim. Hammasini topamiz deyishdi. No, meni pulim baribir 811,000 emas edi. 400,000 atrofdagi pul. 811,000 deb topishdi meni pulimni. Men so'radim, nega bunaqa katta? Tushuntirishdi, kriptovalyutani 3 xil скоростda оборотga qo'yish mumkin. Слабый скорость, средний скорость и высокий скорость. Siznikini высокий скоростga qo'ygan. Bu pullar hammasi ham yuborgan adresidagi hamma pulni ham biz topdik deya olmaymiz. Qaysidir obналичить qilingan pulni hech kim sizga qaytarib bera olmaydi. Shularni ichidan topganimiz mana shu deb berishdi menga. Shunga ishondim. Ungacha men biror so'm hech kimga berganim yo'q. Hech qayerga pul перевод qiling deyishmadi. Keyin ESMA degan regulyator bilan bog'lashdi. ESMA Planet degan nimada menga tranzitniy kошелек ochib, o'sha счетga qo'yishdi. Tushuntirishdi, endi tranzitniy kошелекdan sizni summangizni birjaga o'tkazsakkina siz uni obналичить qilib ola olasiz deyishdi. Ya'ni tushunishim bo'yicha hech qanday rasxod bo'lmaydi deb aytishgan sizga, xarajati yo'q deyishgan. Faqatgina o'zingizni pulingizni qabul qilib olishingiz uchun qaysidir Yevropeyskiy bir bankda shot ochamizda o'sha o'zingizni shotingiz bo'ladi. O'sha shotingizni pul bilan to'ldirishingiz kerak deb aytayapti. Yo'q, Yevropeyskiy bankda degan yo'q. Bular tranzitniy kошелек ochishdi. Tranzitniy kошелekdan Binance platformasida ishlaganman, pullarni o'tkazganman. Binance'ga o'tkazamiz deyishdi. Binance'da o'sha bloklari bor ekan. Bloklardan o'tish uchun u ham возвратный summa. Bloklardan o'tish uchun ma'lum to'lovlar qilinishi kerak deyishdi. 5 ta blokdan o'tdim, 6-dan o'ta olmadim. Moshenniklar bilan o'sha pul to'lagan paytlarimda iyul oylarida o'sha polyaklar bilan bo'lgan ish. Binance'da xat keldi menga, высокорискованный operatsiya deb.
Keyin man darrov murojaat qildim. Binasida shunaqa сообщение chiqdi bo'lsa Kirskovni desam, bu естественно nimada kriptovalyuta bilan ishlaganda опасность bor deb sizni предупреждать qilishgan. Внимание обращать qilmang bunga deyishdi. Да. Shu bilan yodimdan chiqdi. Endi bular frantsuzское nima agentство ESMA bilan birgalikda mani nimaga 6-blokdan to'laganimdan keyin man 5-blokni to'laganimdan keyin man уже pul зачисление bo'lishi kerak edi, bo'lmadi. Shuni sababini изучать qilishib, o'sha iyuldagi summani topishdi. Istoriyasida, Binance istoriyasida ko'rinib turibdi. Sizni высокорискованный operatsiyalaringiz бледный rangda bo'lar ekan. O'sha именно iyul oyida bo'lgan. Keyin men aytdim, iyul oyida men shunaqa olgandim. Haqiqatan nima сообщение что высокорискованный deb. Binance orqali qila olmaymiz. Endi keling bo'lmasa nima изучать qilishdi. Bybitda ham qanaqadir problema bo'lgan ekan. Bybitda men kam ishlaganim yo'q. Asosan Binance orqali o'tkazganman. HCX da oxirgi 2-3 oyda HCX orqali ishlaganmiz polyaklar bilan. Men endi ular men движение bilmasin deb HCX ga rozi bo'lmadim. Bybitdan холодный кошелек ochishdi menga. O'sha Bybitdan Binjix degan platformaga o'tkazamiz. Bu чистый platformasida hech qanaqa bo'lmaydi, problema bo'lmaydi deyishdi-yu. Bybitdan Binjixga o'tkazishadigan bo'ldi. Birinchi marta yuborganda только 19 USDT ga men nima sotib oldim? Ton sotib oldim. Sizga ko'rsatgandim. Nima? Summa Komissiya uchun. Da, komissiya uchun deb, da. 300 o'tmaydi dedi. O'tkazdik. No pul зачисление bo'lmadi-yu, o'sha Tonscan orqali xat keldi. Kirib o'zimni elektronniy adresimni qo'yib Tonscanga o'rgatishdi, shunaqa qilib ko'rdim. Xatda aytilgan hech qanaqa оборот bo'lmagan, bu katta summa tushishidan oldin sizda qanaqadir оборот bo'lishi kerak degan. 1,5 ton birligida оборот qilishingiz kerak dedi. 1,5 ton buni yana 1,5 ga ko'paytirsangiz 2800 atrofida bo'ladi. 1,5 ming ton. Da, 1,5 ming ton, da. 2800 atrofidagi USDT bu $3000 kam emas. Men yana вкладывать qildim uni pulini chiqarish uchun. Bu o'tgandan keyin keyingi xat keldi. Kuchi yetmadi. Только 48.7% ga o'tdi sizning tranzaksiyangiz. 51.3% o'tishi uchun siz yana 3122 ton o'tkazishingiz kerak deb. Demak, hozirgi paytdagi, mana bugungi paytdagi holatni siz hozir aytib berdingiz. Ya'ni oxirgi mana bu bo'layotgan, siz bilan ishlayotgan ESMA regulyatori tarafidan sizga chiqqan yuristlar bilan ishlayotganingizda hozirgi paytdagi holat bo'yicha, demak, sizni 800 sizga qaytib kelish kerak bo'lgan pul, $810,000 pulingiz sizga kelish kerak. 810,000 emas, hozir u 840,000, chunki men 5 ta blokka to'ladim-u, 29,000 qancha atrofida men pul to'ladim o'sha. U 840,000 5 ta blok bo'ldi. uchun siz yana 29,000 haqiqiy pulni to'lagansiz. Shunaqa tushunarli. $840,000 pulingiz sizga kelib kashlogingizga tushishi kerak. Hozir finishni primoyda turibmiz, shunaqami? Tushunishim bo'yicha. 850,000 pul sizga tushishi kerak. Lekin o'sha ketganda tranzaksiya to'liq bo'lmadi-da, tranzaksiya to'liq o'tish uchun siz yana 3000 qancha dedingiz? 122 ton 3122 ton hozir to'lasangiz, da. Shunda o'sha pullar sizga kelib tushadi, bemalol obналичка qilsangiz bo'ladi degan holatda turibdi. Shunaqa. Mana bunday savolim bor. Xo'p, bugungi kungacha qancha haqiqiy pullarni shunda siz tikdingiz? 380-400 ming atrofida. 400 ming atrofida pul. $400,000 atrofida, da. Uyingiz birovni oldiga o'tdi. Da. Ikkita uyingiz ham o'tdi. Mashinangizni sotdingiz. Hozirgi kunda uyingiz ham yo'q, boshqasi ham yo'q. Ayrim pullar sizniki, ayrim pullar juda katta qarzdor. Pulingizni summasi qanaqa? Men to'lashim kerak bo'lgan, agar uylarni inobatga olmasdan, uylar endi meniki-yu, nima, uylarni inobatga olmasdan prosta odamlarga beradigan qarzim 150-160 ming atrofida. Qolgani mulkim uchun. 150-160 ming atrofida. Qachongacha qaytarib berishingiz kerak? Men vaqtim tugagan, davno qaytarib berishim kerak edi. Mana olyapman pulni, ana olyapman pulni deb o'sha vaqtlar hammasi o'tib bo'lgan. Endi qanchalik achchig'i bo'lmasin,
qanchalik achchiq bo'lmasin, men siz bilan birga gaplashganda ko'rgan narsalarni biroz men tomoshabinlarga hozirgi holatni men qanday ko'ryapman sizdagi bo'lgan situatsiyani. Albatta, siz o'sha oxirgi tonni yuvorsam qo'limga olishim kerak degan niyatingiz sizda haligacha bor. Nadejda umирает последний deydi, shu narsa niyat bilansiz. Men o'zim tarafdan men qanday buni ko'ryapman tushuntirib bersam, ozgina qisqacha. Hozirgi kunda Bitgetda Web3 kashlogini ochganlar opamiz. Bybitda. Da, Bybitda uzr. Bybitda Web3 kashlogini ochganlar. Va o'sha Web3 kashlogiga moshenniklar, men ularni moshennik deb aytaman. Moshenniklar $810,000 atrofida USDT yuborgan. $855,000 yuborilganda opamizdan o'sha kashlogni komissiya uchun tom bilan to'ldirishingiz kerak va o'sha $855,000 USDT ni legalizatsiya qilish uchun, verifikatsiya qilish uchun markazlashmagan kashlogdan markazlashgan birjaga yuborib, qaytarib yuborish kerak degan, оборот qilish kerak deb aytgan. Uning uchun siz tushunishingiz uchun siz o'sha USDT larni birjadagi adresga yuborasiz. U birjadagi adres ham o'zingizni kashlogingiz bo'ladi. O'zingizni birjadagi adresingiz bo'ladi. Ya'ni siz bu pulni o'zingizni kashlogingizdan bittasidan ikkinchisiga markazlashmagandan markazlashganga yuborasiz. Bu holatda nima sodir bo'ladi? Men blockchainda, ya'ni Tonscanda ko'rib chiqdim, bu USDT lar scam, ya'ni fake USDT lar. Haqiqiy dollar qiymatiga ega bo'lgan USDT ning kontrakt adresi umuman boshqa. U bir-biriga bog'liq emas. Lekin siz shu scam kriptovalyutani o'zingizni kashlogingizdan boshqa o'zingizni kashlogingizga yuborsangiz ham, siz birinchi u kriptovalyutani kashlogingizda approve degan shunaqa so'z bor, ya'ni qabul qilasiz. U bilan dogovor tuzasiz, shartnoma tuzasiz. Va mana shu scam tokenning shartnomasida shunday joyi bo'ladiki, siz u narsani ko'ra olmaysiz. Ertaga bu kashlogingizga luboy summa tushadigan bo'lsa, ular bemalol sizni ruxsatingizsiz pulingizni chiqarib olsa bo'ladigan sxemasi bo'ladi. Albatta, opamiz bu pulni o'zlarining kashloglariga yuborganlar, aytganlaridek, va u pul hali kelib tushmagan. Shunaqa sxema bo'lyapti. U pul kashloglardan ketgan, lekin birjaga hali kelib tushmagan. U birjaga tusha olmaydi ham. Nimaga? Chunki birja bunaqa scam tokenni qabul qilmaydi. Birja bunaqa scam tokenni qabul qilmaydi. No, mana shu zahotda ular shunaqa rasmlar ko'rsatib berishyapti, что sizning tranzaksiyangiz o'tmay qoldi. 48% ga to'ldida, 52% ga to'lmayapti. Uning uchun deyapti, оборот qilish kerak ozgina deyapti, ton qo'shish kerak deyapti. Opa olyapti-da, haqiqiy 1,5 ming tonni qo'yyaptilar, ya'ni $2,800-3,000 ga yaqin summani kashloglarga qo'yyaptilar. 2 minutdan keyin o'sha kashlogdan o'sha tonlar yechib olinyapti. Buni barchasi blockchaindagi ma'lumotlarni aytayapman sizga. 2 minutdan keyin u summa yechib olinyapti. Keyin bu summa yetmadi deyishyapti-da, yana qo'shimcha 1612 ton yana qo'shishingiz kerak ekan deyishyapti, chunki o'tmadi deyishyapti-da. Bu opa yana qo'shyaptilar o'sha tonni, haqiqiy tonlarni qo'shyaptilar. Ular yana yechib olyapti u kashlogdan. Va bu tranzaksiya amalga oshmadi, qaytadan qilishimiz kerak deb sizni pullaringiz, ya'ni qo'ygan, yuborgan tonlaringiz kashlogingizga mana kelib tushdi deb haqiqiy tonni yechib olib, o'rniga ton deb yozilgan bitta scam tokenni kashlogida hozir ko'rsatib qo'yishganki, go'yoki kashloglarida o'sha o'zlari tikkan 3162 ton borday turibdi. O'sha ton ham fake, USDT ham fake va hozirgi holatda ular opadan qolgan o'sha 52% yetmadi, qaytadan qilishimiz kerak deb yana ton bu kashlogga to'ldirishni aytayaptilar. Men bu opaga aytayapman-ku, что hozirgi paytda siz yana ton tashlasangiz, yana yechib olib sizni kashlogingizdan qolgan pulni ham olib qo'yishadi deyshapti. Lekin bilasizmi, men siz bilan mana qancha уже 3 kundan beri suhbatlashyapmiz. Hozirgi psixologический hol. Bu yerda umuman pul haqida emas, bu yerda psixologический holatni siz bilan shunday olib kelishganki, что qanaqa qiyinchiliklardan o'tib keldingiz shu paytgacha.
Mana shu oxirgi $4800 yoki $5000 atrofidagi pul nima bo'lar ekan, mani hayot nima o'zgartiradi degan uje nuqta qolmaganda, hech narsa o'zgartirmaydi. Mana shu narsani 4800 ni berib, shular mashinnik bo'lib chiqsa ham natija bitta. Agar mashinnik bo'lib chiqmasa, qilib ko'raman degan niyat bilan qilyapsiz-da. То есть tayyorsiz. Hatto sizga men bular mashinnikligini prям ochib ko'rsatib beryapman. Qabul qila olmayapsiz mani. Oxirida bitta savolim mana shunday nima deydi, kriptovalyutada ishlayman, internetda pul ishlayman deb yaxshi niyat bilan boshlagansiz boshida. Mana shunday narsalarni o'z boshingizdan kechirdingiz. Sizga o'xshagan odamlar juda ko'p O'zbekistonda, qaysiki mana shunaqa situatsiyalarga tushgan. Lekin bu situatsiyaga tushmagan odamlar uchun nima aytgan bo'lardingiz bir? Qanday ular ehtiyot bo'lish kerak? Bilasizmi, men kriptovalyutada hech qachon ishlagan emasman. O'sha 17-yilda Forexda ishladim xolos. Ular meni summamni kriptovalyutaga tashlashgan. Men to'liq o'zimni qilgan xarajatlar, o'zimni pulimni o'ndirish uchun qilingan xarajatlar. Men kriptovalyutada hech nimani tushunmayman. Bu juda sложная nauka. Haligacha men mana 1 yildan buyon shu nimada qozonda qaynagan bo'lsa, men baribir men tushunmayman. Tushunib yeta olmadim. Kriptovalyuta bilan shug'ullanish uchun, internetda pul topish uchun ma'lum образование bo'lishi kerak. Albatta odam o'qish kerak, qayerdadir bilim olish kerak, keyin bu bilan shug'ullanish kerak. Shuning uchun kriptovalyuta bilan va вообще internet orqali pul topaman deyish, o'qimasdan bu ahmoqchilik. Men shu sabab borimni yo'qotdim. Endi buni tuzata olamanmi, yo'qmi bilmayman. Meni maslahatim bundan uzoqroq bo'lish. Bu juda achinarli holat. Meni tanishlarimni o'zida 2-3 kishi, men tanigan odamlarning ichida 2-3 kishi shunaqa holatda. Ular manchalik kuygan emas, но тоже summalari ishingiz achiydigan summa, kimdadir 80 ming, kimdadir 20 ming dollar atrofidagi xarajatlar pensiyadagi odamlar uchun bu juda katta summalar. Endi rohat qilib yashayman, mehnatimni hosilini ko'raman deganlar uchun juda katta udar. Mana shu tasavvur qiling, siz bu holat menga ta'sir qilmaydi deb o'ylashingiz mumkin, lekin o'zini butun deb bilgan insonlar ham qanaqa psixologicheskiy ahamiyat bergan bo'lsangiz, bosim orqali o'tib kelganki, ya'ni mashinniklar nafaqat sizga mana bu kartaga pul to'ladi, juda komanda bo'lib, juda chuqur psixologik bosim orqali sizni aldashi ham mumkin. U qanaqa bo'lishi mumkin? Birinchi o'rinda juda katta pulingizni sizga mana bu pulni chiqarib olasan deb birinchi sizni ochiq ko'zlik deyiladi endi o'zbek tilida. Nafs bilan sizni tortadi. Pulingiz $100,000 bo'ldi, $5,000 qo'y, pulingni chiqarib olasan deb. Birinchi holat men bugungi podkastdan bilgan narsam. Ikkinchi holat, albatta bugun 5,000 ga chiqarib olishing mumkin deydi, lekin ertaga dedi $15,000 qo'yishing kerak, 90,000 yoki $100,000 chiqarib olish uchun deydi. Vaqt bilan sizni juda qisadi. Siz bugun 5,000 bermasam, ertaga 15,000 berishim kerak deb o'ylaysizda, juda katta bosim ostida o'sha 5,000 ni berib olasiz. Uchinchi holat esa juda yirik holat, ko'rganingizdek, go'yoki Interpoldan telefon qilishyapti. Siz mashinniklarga berib yuborgan pulingizni sizga shunaqa qo'rquv beradiki, go'yoki siz qurol bozorida urush qilayotgan bir davlatlarga sizni sponsor, ya'ni sponsor qilib, siz ham terrorist sifatida qilib, odam o'zi uchun qo'rqadigan bir holatga tiqib qo'yishadi. Bu juda katta psixologik bosim, do'stlar. Va bu bosim orqali inson qarang qanday holatga kelgan. 2024-yilning boshida insonda bitta hovli, bitta kvartira, mashin, oila, atrof, sevganlar, yaxshi ko'rganlar ko'p edi. 1 yil davomida mana shunaqa mashinniklarning psixologik bosimiga uchrab, bugungi kunda ikkita uylarni ham, mashinlarni ham yo'qotganlar va ko'chada
150 ming dollar atrofida mana ertadan keyin qaytarib berish kerak bo'lgan insonlar kutib turibdi. Bularning barchasi tinmay telefon qilib, tinmay so'rab, mana shunday holatda. Bu juda achinarli. Bu narsa sizga bog'liq bo'lmasligi mumkin. Ertaga albatta siz bu narsadan ogoh bo'lishingiz kerak.